Xo'sh, yana bir xabarimiz kelsak. Xitoy Sharq Turkistonni zo'ngza ishlab chiqarish bazasiga aylantirmoqda. Qadrli ko'ruvchilarimiz, albatta Xitoy tajovuzchilari yillardan buyon vatanimiz Sharq Turkistondagi bizga oid bo'lgan har qanday milliy bayramlarimiz, Uyg'urni Uyg'ur qilayotgan madaniyatimizni butun xalqimizning ichidan siyirib supurib tashlab o'taman deyotgan bir nomussiz tajovuzchilar yildan yilga Uyg'ur xalqi bilan hech qanday aloqasi bo'lmagan tarixning axlatxonasiga ko'milib qolaydigan Xitoyning o'zimi qilmaydigan narsalarni xalqimizga shundoq tengib zo'lab Uyg'urlarni shundoq Xitoyning bayramlarini izchil shaklda nihoyat zo'r dag'dug'i bilan o'tkazishga, birlikda o'tkazishga zo'rlayotgani yillar bo'ldi. Buni albatta hammamiz his qilib turyapmiz. Bu qatimmi Xitoylarning Tangzongzi bayrami bu yil 19-iyunga udil kelgan bo'lib, irqiy qirg'inchilik davomlashayotgan Sharq Turkistonda Uyg'urlar bu yilmi o'xshashla Xitoylarning bayramini tabriklashga majburlandi, qadrli ko'ruvchilarimiz. Xitoy tashviqot vositalarida bo'lsa, zo'rlab tengilgan Xitoyning bu odatlari bo'lsa, Millatlar Ittifoqligi an'anani davomlashtirish tariqasida alohida tashviq qilindi. O'ylab qo'yinglar. Qandaqli bir faoliyat bo'lsa, Xitoyning o'ziga aloqador bo'lgan bunda bizning xalqimizni yig'ib olib, shunda millatni o'z madaniyatidan yiroqlashtiradigan, Xitoyga texnik yaqinlashtiradigan, Xitoyning ichiga singdirib o'tishga tirishayotgan shunday faoliyatlarning hammasini shu atalmish tirnoq ichidagi Millatlar Ittifoqligining ichida tashviq qilib, buningga kirgizishga tirishayotdi Xitoy. Xitoy rejimining saqt tashviqot organlari albatta bas-basda buni xabar qilib tarqatdi. Sharq Turkistonning har qaysi joylarida turli faoliyatlar o'rinlashtirilib, bu qatimgi shu Tangzongzi bayrami munosabati bilan xalq Xitoylar bilan birlikda Tangzongzi bayramini tabriklashga majburlangan ko'rinishlar albatta Xitoyning xabarlarida ko'plab chiqdi. Jumladan Qashqar shahrida 3-navbatlik ajdaho qulvoq musobaqasi o'tkazib qarab boqaylik. Bizningki ya'ni Uyg'ur bilan nima aloqasi bor? Ma Xitoyning shaharlarida ko'rib boqaylik, yasab o'tgan ya'ni shaharning manzarasini ya'ni bir qaragan inson o'zini Uyg'urlar yashayotgan bir diyorda turyotamdim yoki boshqa yerga Xitoyning bir o'lkalaridagi Xitoyning har qanday bir Uyg'urning qarisini topib olmaydigan shaharlarda turyotamdim deb o'ylab qoldida. Tashqi ko'rinish, u yerga tikilgan ravoqlar, Xitoy uslubi selingan Uyg'urning go'zal binolarini o'rib tashlab yo'q qilib, selinayotgan shu yolg'ondan paydo qilingan sun'iy nimalar bo'ldi. Ko'lchaklar, ko'llar. Xitoy uslubida. Teshidagi manzaraga qarasami, inson o'zini boshqacha his qildi yani. Mushunda darajada yo'qotdi-da bu millat yangi cho'ng bo'layotgan avlodlarni butunlay boshqa bir muhitda o'z madaniyatidan yiroq holatda cho'ng bo'lishiga sharoit, muhit hozirlayapti Xitoy. Qashqarda shu navbatga ajdaho qulvoq musobaqasi o'tkazilgan. Mazkur xabarlarda Xitoyning xabarlari qarasa Xitoylarning yemaklikka bo'lgan zo'ngza haqidagi o'ydirmalarmi alohida tashviq qilingan bo'lib, Tang sulolasi davrida Tangzongzi bayramida zo'ngzi yeyish urf-odatning Sharq Turkistonga tarqalganligi, zo'ngzi tugib baxt tilash, donishmandlarni yod etish, rezillikni qo'g'lab, amon esanlikka intilish qatorliq urf-odatga Tangritog'ning janub-shimolida avlod varislik qilinib, har qaysi millatlarning o'rtaq madaniyat belgisiga aylanganligidek numussizlarcha safsatalar o'tirg'i qo'yilgan. Xitoyning xabarlarida. Xitoyning bu jinoyatlari Sharq Turkistonni atalmish Junxo an'anaviy madaniyati bilan oziqlantirishdan iborat terror siyosati iborasi bilan pardozlanmoqda. Qadrli ko'ruvchilarimiz. O'ylab boqaylik, shu darajada bu millatga zo'rlab tengilmoqda. Bu millatning o'zimizning har qanday asl bayramlari cheklanmoqda, uningga e'tiborsiz qaralmoqda, yo'qitilmoqda. Ammo shunday qilib olsa, ya'ni shu masala o'ylab qo'yaylik. Muhojiratda chet elda shu oshxona, u bu yerda shundaq narsaniki, shu zo'ngziniki, shu xuddi Uyg'urning yemak-ichmak, Uyg'urning taomlarining ichida bizning madaniyatimizda bor narsadek, shularning shuni setib, shularni yeb o'ldirish yoki shularni sotadigan yerlarning ichilishi insonni ichindirmay qolmaydi. Yeydigan narsa topolmagandak,
qildigan ish topolmagandek mushuningdan ham Xitoy ayada anda qilsin vatanimizda biz muhojiratni yana buningdan bishirimizni uzanmay yana mushuning kaynidan chepib yuraylik. Bu nima degan ichinchlik bir holat bu hamda. Xabarda yana bir diqqat tortadigan nuqta bo'lsa, qadrli ko'ruvchilarimiz, bu yil Xitoyda yangidan tizimga oldirilgan Zo'ngziga aloqador korxonadan 128 bar bo'lib, Sharq Turkistondagi korxonalar yangidan ko'paygan umumiy miqdorining 10,16%ni egallagan va yangidan ko'payish ko'lami Xitoy bo'yicha oldingi 4 ning ichiga kirgan. O'ylab qo'ying. Bu albatta shu Xitoyning bunda zo'lab bo'lsin, mecburi minda faaliyetlerini o'rinlashtirib xalqimizni shuna har tarafda butun shahar yezlarda qilgandan keyin buning bozorini chiqarish uchun ba'zi shirkatlarmi xalqning zo'lab tengilgandan keyin albatta bunda sohaning ko'payishi normal bir masaladir. Xitoy bu shaklda harakat qilyapti. Xitoy bayramlari, an'analari va yemak-ichmak odatlarining hech qanday o'rni bo'lmagan Sharq Turkistonda irqiy qirg'inchilik sistemalik ijro qilinishga boshlagandan buyon bir tarafdan Uyg'ur madaniyati, urf odatlari qattiq cheklamaga uchrasa, yana bir tarafdan majburiy assimilyatsiya jinoyatlari tasavvur qilg'usiz darajada shunday xilma-xillashtirib ijro qilinyapti. Millatimizning ustida mana o'ylab qo'ying. Bununla qarata bir sagak bo'lish, his tuyg'umiz muhojiratdagilarning bo'lsin uyg'oq turishi kerakdi. Ama afsuski, yani ahvol hamma yerda bir xil bu kallamizni silkib o'tishimiz kerak bo'lgan masala intayin ko'p.